Viloyat hokimi Xayrullo Bozorov Xitoyning Loyang arxeologik tadqiqotlar instituti rahbari o'rinbosari Liu Bing hamda yirik qurilish kompaniyasi vakili investor Shuo Haiyang bilan uchrashuv o'tkazdi. Muloqotda dastlab Quva tumanidagi Shahriston qubbosi arxeologik yodgorligida Farg'ona davlat universiteti professor o'qituvchilari hamda xitoylik tadqiqotchilar hamkorligida amalga oshirilayotgan ishlar, iqboliy loyihalar muhokama qilindi. Unda mazkur yodgorlikni asl holida saqlab qolgan holda zamonaviy texnologiyalar asosida tarixni jonlantirishga e'tibor qaratish lozimligi yuzasidan fikrlar bildirildi. Biz Shahriston qubbosi arxeologik yodgorligida tadqiqot ishlari bilan bir qatorda tekshiruv ishlarini ham olib boryapmiz. Bu jarayonlarda ushbu hududda binolar bo'lganligi haqida qoldiqlar ham topilmoqda. Talabalarga ularni o'rganish metodikalari haqida ham tushuntirib borilmoqda. Ishlarimiz yakunida bu yerga kelgan sayyohlar to'laqonli ma'lumotga ega bo'lishlari uchun har birini o'z davriga mos ravishda muzeylashtirish ham tashkil etiladi. Shuningdek, uchrashuv davomida xitoylik investor tomonidan viloyatda zamonaviy, ixcham hamda energiya tejamkor, arzon va sifatli qurilish materiallari ishlab chiqarish, kottejlar qurilishi bo'yicha istiqbolli loyihalarni amalga oshirish yuzasidan takliflari muhokama etildi. Bildirilgan takliflar yuzasidan yo'l xaritasi ishlab chiqish hamda uni tez fursatda amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar belgilab olindi.